qarindosh ruhlar o'rtasidagi munosabat bo'yin sal yuqorida bo'ladi, ikkinchi, uchinchi chakrada bo'ladi. Ya'ni bu juftlik juda bir-biri bilan xotirjam his qiladi, bir-birida ishonchni ko'radi, bir-birida qo'llab-quvvatlashni ko'radi. Doimiy qo'llab-quvvatlash bor, doimiy ishonch bor, hamma narsa yaxshi, hamma narsa chiqishilinadi, gaplashilinadi, kelishilinadi, hamma narsaga rozi. Juda qulay bunaqa partnyor bilan yashash, hamma tomonlama qulay. Oilada ham, farzandlar bilan ham, moddiy tomondan ham, bir-biringizga gapirgan gapingizda ham, qayergadir boraman desangiz, u ham boraveradi. Ya'niki hamma narsaga rozi. Partnyorlar bir-biriga hamma narsaga rozi. Bu qarindosh ruhlar o'rtasidagi munosabat hisoblanadi. Lekin bitta narsasi bor, hamma narsa zo'r, lekin his yo'q. Ya'ni sevgi yo'q. Ko'rganingizda shoshib ketmaysiz uni. Ko'rganingizda unga joningizni fido qilib yuborishni xohlamaysiz-da. Mehr bor, lekin mehr bor. Xuddi akangizga qanaqa mehringiz bor, mana shunaqa mehringiz bor-da. Bizga mehr boshqacha, juda yaxshi chiqishamiz bir-birimiz bilan. U doim meni qo'llab-quvvatlaydi. Doimo u meni nima bilishimni, ya'ni nima xohlayap turganimni u mendan yaxshi bilib turadi. Mana aka singlisini bilib turadi-yu, tushunib turadi, his qilib turadi. Singlisi xafa bo'lsa, aka darhol aytadi, "Nimadan xafasan? Ayt, men senga hamma narsani yaratib beraman" deydi. Xuddi shunaqangi. Ya'ni shunaqangi juftlik bular, demak, qarindosh ruhlar o'rtasidagi juftlik ekan. Bu asosan o'sha karmitskiy juftlikda rod yakunlagan yoki ruh to'g'ri yakunlagan insonlarga kirib keladi. Bunaqangi juftlik ya'ni to'g'rilab bo'lgan, o'sha xalqi bo'lgan, bu yerda karmitskiy kerak emas. Roddan hammasi yaxshi, hammasi oilasi bilan yaxshi yashashadi.